Keling hozir siz bilan bitta eksperiment qilamiz. Meni bitta odatim bor. Eko patsientlarim tug'ildik deb xabar menga yuborishsa, albatta telefonimni zametkasida Moи Eko Deti deb yozib qo'ygan zametkam bor va mana Xudoga shukr 115 taga yetimmiz. Ekodan tug'ilgan bolachalarimiz, tabiiylarimiz alhamdulillah undan ham ko'p. Endi hozir qaramasdan shulardan bittasiga barmog'im tushganiga kimligini aniqlaymiz va tarixlarini eslab ko'rishga harakat qilamiz. Sayyora Malchik Rossiya kechirishchilik deb yozib qo'yman. Yettitamiz 8 ta embrion bo'lgan. Embrionchalarni genetik tekshirganmiz va genetik tekshirganimizda aslida bepishlik bilan kelganlar jins tanlash degan xohishlar yo'q edi, lekin tekshirilgan embrionlarning ichida bitta o'g'il bola embrion chiqqan edi. Aytganlarki, Ferzanzulani iltimos shu o'g'il bola embrionimni ekib bering deganlar. Xo'p deb o'g'il bola embrionni ekkanmiz. Birinchi transfer o'zidayoq patsientkam homilador bo'lganlar, ushbu o'g'ilchani tuqqanlar, adashmasam hozir taxminan 2-3 yosh bo'lib qoldi yoshi uni va menga juda ham ko'p yozadilar Telegramdan, Instagramdan, Telegram gruppamda o'tiradiganlar bo'lsa, ularni tanishadi, eng aktivniy uchastniklardan, fanat darajasidagi patsientlarimdan, chunki natijalariga tez, chiroyli, yengil yetgan patsientlarimdan hisoblanadilar. Men bu ishni, bu eksperimentni bir marta qilib ko'rdim-da. Nigora ismli qizga tushdi. Malchik и девочка tug'dilar deb yozib qo'ygan ekanman. Sizni kimligingizni va tarixingizni eslolmadim, ishoning. Va o'zimdan xafa bo'lib ketdim. Nimaga bilasizlarmi? Chunki meni bitta niyatim bor edi. Xudo xolisa, hazillashib ham aytardimki, pensiyaga chiqsam, ozgina ishlarim kamaysa, xotirjam o'tirsam, albatta kitob yozaman. Memuar reproduktovka degan kitob yozaman va eng qiziqarli bo'lgan patsientlarimning hikoyalarini ushbu kitobga yozaman. Kimda bepishlik bo'lsa, kimda shu muammo bilan qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, ushbu kitobni o'qib, o'ziga mos bo'lgan patsientni natijaga yetganini o'qib motivatsiya oladi va harakatlanishiga yana ham yordam beradigan niyatim bor edi. Lekin o'sha Nigorani eslay olmaganimdan bildimki, ushbu memuarlarni hozirdan ko'proq yozib qo'yish kerak ekan. Faqat ismi, kimni tuqqani, qanaqa yo'l bilan tuqqani emas, ko'proq informatsiyani yoki men bilmayman, голосовой qilib saqlab qo'yishim mumkinmi yoki o'sha kitob yozish kerakmi, hatto unga bilmayman qachon vaqt topaman. Agar sizda ideyalar bo'lsa, qanaqa saqlab qo'yish mumkinligi haqida yozib qoldiring. Nigora ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta aloqaga chiqing. Men sizni eslashni xohlayman.